Har bir ota-ona o'z farzandini yaxshi ko'radi. Unga, farzandiga eng yaxshiliklarni tilaydi. Lekin ba'zida sevgimiz bilan xatoliklarga yo'l qo'yib qo'yamiz. Qattiq yaxshi ko'rib yoramiz, qattiq mehr berib yoramiz. Bu ham aslida xato. Xo'sh, nima qilish kerak? Bugun men sizlarga bola tarbiyasida yo'l qo'yiladigan 3 ta xatolik haqida gapirib bermoqchiman. Bu xatolarni qilishingiz sizni yomon ota-onaligingizni bildirmaydi. Aksincha, siz mehr orqali bilmasdan ko'p xatolar qilayotganingizni anglab, boshqa yo'li borligini tushunib, yetib ko'rib olishingiz mumkin. Birinchisi bu tanqid va taqqoslash. Eng bolani tarbiyasidagi katta xatolarimizdan bittasi biza bolamizni qaysidir qo'shnini o'g'li, kimnidir nevarasi bilan taqqoslashimiz va tanqid qilishimiz. Nimaga? Mana qo'shnimizning bolasini qara, sen ham o'xshasang bo'lmaydimi? Birinchidan qo'shnimizning bolasini ota-onasi ham boshqa. Oldin shundan boshlab olaylik. Men aytaman-da, ota-onasi boshqa-ku ularni. Ana Elon Musk mana bu yoshida bunaqa qilgan ekan deyishsa, Elon Musk onasi ham otasi ham boshqa bo'lgan. Taqqoslamanglar deyman ota-onaga. Ikkinchidan, bolangiz sizni individual shaxs. Bu sizni farzandingiz, sizni parchangiz, sizdan dunyoga kelgan. Bu даже boshqa ikkinchi farzandingizga, birinchi farzandingizga ham o'xshashi shart emas. Bu individual, buni o'ziga xos individual xarakteri bor. Temperamenti boshqa. Shu uchun taqqoslash o'rniga biza unga o'sishiga muhit yaratib berishimiz kerak. Ikkinchisi bu qattiq mehr berish. Ruschada bu giperopeka deyiladi. Ya'ni giper sevvoramiz. Haddan tashqari ko'proq mehr bervoramiz. Ey, unaqa o'tirma, yiqilib tushasan. Sen o'tirur, men o'zim ovqatingni isitib beraman. Yo'q, bola уже 4-5 yoshida хотя бы tarelkaga o'zi ovqat solishni bilishi kerak. Birinchi arzimagan shu kir kiyimni olib borib tashlashdan boshlanadi. Keyin kechasi charchab uxlab qoladi, uyga vazifasini yozib qo'yaylikdan boshlanadi. Keyin uyga vazifa nima berildi deb biza kimlardandir so'rab topib o'tirishimizda bilan davom etadi. Potom qarabsizki, butun hayotini ipidan ignasigacha siz hal qilib beryapsiz. Tan olishimiz kerak, ota-ona bugun bor, ertaga yo'q. Giperopekada o'sgan bolalar ko'pincha ota-onasidan keyin muvaffaqiyatsiz insonga aylanib qolishadi. Aziz ota-onalar, bolamiz xato qilishi kerak. O'sha xatoni qilib turib, xatoligini o'zi tushunib yetib, shu xatodan xulosa qilishni o'rganishi kerak. Ana shunda bola o'sadi, mustaqil hayotga tayyorlanadi. Uchinchi katta xatolik bu farzandimizni o'rniga uni xohishini biza belgilab berishimiz. Bu qanaqa? Asosan o'zbek oilalarida bola tug'ilganidan o'sha ota-ona o'zini amalga oshmagan orzularini unda qilishni ko'rishni boshlaydi. Men doktor bo'lolmadim, doktor bo'ladi. Men bunaqa bo'lolmadim, bunaqa bo'ladi deb o'zini amalga oshmagan orzularini u orqali amalga oshirmoqchi bo'ladi. Mana shu eng katta xatoliklardan bittasi. Biza qabul qilishimiz kerak, u bolamiz, biz emas. U alohida odam, boshqa odam. Qachondir bizasiz yashaydigan bitta katta lичность. Tug'ilganidan men maktabga boradi, men bu repetitorga boradi, men bu kasb egallaydi, men bu qizga uylanadi, men bu odamga turmushga chiqadi. Yo'q, u alohida shaxs. Bog'chada borganda o'sha bolaning qiziqishlari ma'lum bo'ladi. Qaysinga nimaga qiziqyapti? Tilga qiziqyaptimi yo ko'proq chisla, sifralarga qiziqyaptimi? Hamma angliskini o'qiyapti deb massiva bo'ldi, angliskiy o'rganadi deb birinchi sinfga hali chiqmagan bolani angliskiga berish yo matematikaga qiziqadi, chunki pradedushkasi matematik bo'lgan yoki kimdir oilamizda matematik deb matematikaga berish bu xato. Bolani qiziqishlarini oldin o'zimiz anglab olishimiz kerak. Hozir yana zamonni qo'rqinchli bitta anaqasi vabo, как deyiladi, gadjetlar. Gadjetlarni navarot qurol qilib o'zimiz foydalanishimiz kerak. Gadjetlardan olib qo'yib bekitib emas, gadjetlarni berib o'stirishimiz kerak. To'g'ri yo'naltirib. Qanaqa? Bog'cha yoshidagi bolalarga ham hozir kurslar bor onlayn. Обязательно qo'lidan o'sha bog' tezakatga qazib qatgadir olib borib o'tirish shart emas-da. Onlayn o'sha kurslarni berib, nimaga qiziqyapti bola ko'ra olishimiz mumkin. Gadjetlarni berganda ham video ko'rib tur yoki berib qo'yamiz, nima qilishini dalishni belgilab bermaymiz. Mana shu ham bizning xatoyimizda. Berib qo'yib, qo'liga
konkretno narsa berishimiz kerak. San hozir 15 daqiqa ichida mana bu narsadan foydalanasan, shu mumkin. Shunaqa qilib bolani o'stirishimiz kerak. Unga mana bu kasb egasi bo'lasan, kelajakda chunki men xohlaganman, orzularim nima bo'ladi? Yo'q, bunaqa emas. Bolangiz qachon o'zi xohlagan sohada rivojlansagina, kelajakda muvaffaqiyatga erishadi. Siz xohlagan kasbda emas. Hurmatli ota-onalar, bugungi sizlarga bermoqchi bo'lgan maslahatlarim shulardan iborat. Farzandingizni kelajakda muvaffaqiyatli shaxs sifatida ko'rmoqlik uchun avvalo yoshligidan uni shaxs sifatida ko'ra olishimiz kerak va shaxs sifatida qabul qilib unga shu tarzda muomala qilishimiz kerak. Ana shunda u muvaffaqiyatli insonga aylanib katta bo'ladi. Bola tarbiyasida yana qanday jihatlarni inobatga olish kerak? Balki siz boshqacha yo'llarini bilarsiz. Izohlarda albatta fikringizni yozib qoldiring.